Kichkina qo'sh chaqirgan Ilhom aka. Qo'ycha baho berib qo'yaylik. Nasl xudo xolasa aka. Mashalloh xon. Ko'rasizmi? Nasl bor, xudo xolasa 1000 dollarlik qo'chqor bo'ladi. Yebishlarda muammo yo'q dedingiz, Yo'q ha? aka, muammo yo'q Ilhom aka. Bo'lmagan ham kish paytgacha. Yebishlarda muammo yo'q akalar, bemalol kelib ko'rib, yeyish-ichishlarni ko'rib akalar bemalol tekshirib. Qo'ylar akalar zo'rlaridan birinchi sort elitalardan so'raganlar uchun akalarim xudo xolasa, akalar havas qiladigan qo'y qo'zlarini xudo xolasa yana yetib keldi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib keldik, Quduq qishlog'iga. Bunyodbek ukamizning oldiga keldik. Bunyodbek ukamiz har doimgidek mana shunaqa sifatli elita sifat akalar qo'ylardan xudo xolasa olib kelgan ekanlar. Shularni bugungi videomizda sizlarga narx-navo ma'lumotlari bilan aytib tanishtirib o'tamiz. Akalar qo'ylarga bitta baho beraylik. Hammasi bir-biridan zo'r, hammasi bir-biridan baquvvat qo'y qo'zlarimiz akalar nasib bo'lsa. Akalar bittadan like bosib qo'yinglar. Har bitta niyat qilgan obunachilaringiz qo'yida mana shunaqa qo'y qo'zlardan 300 bosh, 400 bosh bo'lish nasib qilsin. Bunyodbek akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ilhom aka. Ishlar zo'r, charchamayapsizmi? Bo'ladi aka, Allohga shukr, o'zi yaxshimi? Ha, xudoga shukr. O, bukajon, endi har doimgidek sifatli qo'y qo'zilardan bugun ham olib kelibsiz-da. Shunday aka, har doimgidek ish qilyapmiz. Yashang, baraka toping. Ish qilib sifatli qo'zilarni olib kelyapsiz, qo'y qo'zilarni narxlarini ham xudo xolasa bir yengilroq qilib beryapsiz. 1 soat, yarim soatga qolmas sotilib ketadi. Shunday Ilhom aka, o'tgan safarga chiqargan qo'ylarimiz ham Ilhom aka, shuni chiqaryapmiz aka. Chiqarganimizdan keyin 2 soat o'tmasak sotilib ketyapti. Bir kishi olib ketyapti. Bir kishi bir joyga ketdi aka. Bir kishi akalar bir joyga olib ketyapti. Samarqand Pastorg'onga ketdi aka. Samarqand Pastorg'onga ketibdi, xudo xolasa akalar. Realni qiziqib qolib, aytayapman-ki, havas qilgan odam, mana shunaqa elitalariga, qo'ydi zo'riga qiziqqan odam akalar bittada telefon qilyapti. Uka, men oldim, birovga sotma deyishyapti. Narx kelib sanab olib ketishyapti. Ilhom aka, yana bir narsa aka, obunachilar shuni tushunsin aka. Qo'ydi sifatiga sortini bilsin aka. Tushundingizmi aka? Qo'zini sifati, sort aka. Hamma narsa navi bo'ladi Ilhom aka. Kiyimda ham, masalan, boshqa narsani ham, molda ham sorti bo'ladi aka. Qarang, sariq qo'ylarni qarang aka, rangini, sifatini qarang aka. Mashalloh. Akalar haqiqatan yaltirab zo'r turibdi, havas qiladigan akalar qo'y qo'zimiz ekan. Mana shu qo'yimiz ayniqsa o'dar turgan ekan. Qolganlari ham akalar o'ta sifatli, qo'ychalari ham elita bo'lib turibdi. Necha bosh olib keldingiz uka bu safar? Ilhom aka, bu safar 35 ta bo'ldi aka. 35 bosh, xudo xolasa nechtasi qo'zilik? 10 tasi qo'zilik aka, 25 tasi bo'g'oz qo'y aka. 10 tasi qo'zilik akalar, 25 tasi ham xudo xolasa boya qisir bala taylagani yo'q, bo'g'oz ham bo'g'oz qo'y aka, bo'g'oz. 100% javob aka. Nasib bo'lsa qancha vaqtlar endi xudo xolasa qolganlar qo'zilar bo'ladi? Endi Ilhom aka, boshi 20 kun aka, keyin ham aka 1 oy 40 kun aka, uzog'i. 1 oy 1,5 oy. Shunday aka, uzog'i. 1 oy 1,5 oyda xudo xolasa akalar uzog'i qo'zilar bo'lar ekan. Hammasi akalar xudo xolasa mana qo'zichasiga baho berib qo'yadi. Mana shunaqa sifatli elita qo'zichalar ham xudo xolasa. Qo'chqor qo'zi Ilhom aka shu. Qo'chqor qo'zicha aka. Endi yana ham Ilhom aka 10 ta qo'zilik qo'ydan, qo'zdan bosimi qo'chqor aka. Tushundingizmi? Bosimi qo'chqor. 50 kg emas. Shu 6 ta 7 talar qo'chqor bo'lish kerak aka. Ha, akalar. Qo'zichalarga bitta baho berib qo'yaylik. Yaltiroq sifatli qo'zichalar xudo xolasa. Bu qarang ukajon, bu tishlari qanaqa? Tishlari aka 2, 4, 6 tish qo'y aka. 2 tish, 4 tish, 6 tishli qo'ylar aka. Kichkina qo'sh chaqirgan Ilhom aka. Qo'ycha baho berib qo'yaylik. Nasl xudo xolasa aka. Mashalloh. Ko'rasizmi? Nasl bor, xudo xolasa 1000 dollarlik qo'chqor bo'ladi. Nasl xudo xolasa aka. Xudo xolasa akalar. Shunday. Niyatda yaxshi qilarga Ilhom aka. Xo'p, tishi qanaqa dedingiz? Ilhom aka tishi 2, 4, 6 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tish. 8 tishi kamdan kam Ilhom aka. 8 tishi ham bor lekin. Bor, bitta ikkita sanoqli, barmoq bilan sanoqli aka. Ha. To'kkani yo'q. Yo'q, to'kkani yo'q aka. To'kkani yo'q. Xo'p, bo'ybaslarni necha hisoblaymiz uka? 80 pilis aka bu. Bo'ybaslarni 85 pilis aka. 80-85 akalar ana shunaqa hisoblab olaveramiz mana. Bemalol bahosini berib. Endi realni Ilhom aka ko'z bilan ham ko'rib turibsiz aka, qo'ydi. Ha. Balandligini aka, sifatini, sortini, jussasini. Shunday aka 80-85 dan baland aka. Akalar bunaqa sifatli zo'r qo'ylar xudo xolasa har doim chiqavermaydi. Shuning uchun akalar shoshilib qolinglar. Shunaqa bir o'ta bir sifatli joydan olaman deydiganlar bo'lsa, akalar bemalol pastda nomerlar chiqsanglar bo'ladi. Kommentariyada mashalloh havas qildim deb yozib qoldirib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Aka, ukajon buni ko'rdik. Yebishlarda muammo yo'q dedingiz, ha? Yo'q aka, muammo yo'q Ilhom aka. Bo'lmagan ham kish paytgacha. Yebishlarda muammo yo'q akalar, bemalol kelib ko'rib, yeyish-ichishlarni ko'rib, akalar bemalol tekshirib ko'rib olaverasizlar. Tishlarni bemalol ko'rib olaveringlar. Tish to'kkan qarisi yo'q deyapti ukamiz. Buni ukajon narx-navosini necha pul qilib beraman deyapsiz endi? Narx-navosi aka o'tgan safargidan ham zo'r bo'ladi. Aha. Ilhom aka. Yoradi, xudo xolasa. Yo'q, juda zo'r bo'ladi aka, narxi vobshe bomba bo'ladi aka. Sifatiga qaraganda arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi Ilhom aka. Sifatiga qaraganda arzonroq bo'ladi. Hop, necha pul baho qo'yamiz? Aka 6,5 ham demayman Ilhom aka. 64 ham demayman. Iya mana. 63 ham demayman aka. Yashang. 62 ham demayman Ilhom aka. Iya mana. 6 million 100 mingdan
35 ta qo'yimni beraveraman shunday. Shu 61 ham demang, qani bir 6 ga qarab bordik endi 100 nimani farq qiladi o'zimizning obunachilar orasida. Berdi Ismoilxon aka. Ha, endi. Berdim Ilhom aka 6 milliondan berdim aka. Yana ham aka, yana ham bonusi bor. Katta bonusi bor Ilhom aka. 6 million so'mdan aka 12 ta viloyatga dastak qilib beraman. 12 ta viloyatga dastak. 12 ta viloyatga yana ham aka. Voh, ha. Tushunyapsizmi Ilhom aka? Malades, lekin yasha. Buni vodiyga ham ketaveradi. Vodiyga ham ketaveradi aka. Farqi yo'q aka. Hozir gaz problema, mashina narxi baland, unaqa narsa yo'q aka. Men lafz qildim aka, shuni dastak qilib beraman aka. Akalar 10 ta qo'zilisi bor, qolgan 25 tasi ham xudo xolasa to'q bo'z, mana shunaqa sifatli akalar, bir-biridan zo'r, qora quloq va oq qo'ylardan qiziqadiganlar uchun akalar ikki bosh ham xudo xolasa bor. Avlasanglar sarig'idan ham bor. Sarig'i ham o'ta sifatli, kerak bo'lsa akalar 7-7,5 sotilayotgan mana shunaqa sariq qo'ylaringiz ham ichida ketdi ekan. Sababi akalar, mana shunaqa sariq ona bola qo'ydi, 8,5-9 ga qo'ydi yaqinda kanalimizda sotilib ketdi. Mana shunaqa qo'ylar ham ichida bor ekan. Shunaqa Ilhom aka, narxi qarang, ona bolalar narxi 7,5-8 dan kam qo'yilayotgan aka, hech kim qo'yayotgan. To'g'risi Ilhom aka. Lekin men qo'yaman aka. Ona bola qo'y qo'zilarni akalar mana bemalol ko'rib olaveramiz. Xudo xolasa pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Shoshilib qolinglar akalar. Buryotib ukamiz nomerlarni qoldirib qo'yaman. Narxlar haqiqatan arzon bo'ldi. 6 million so'mdan xudo xolasa dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab hammasini olganga tanlab olaman, ona bolani olaman, bo'g'ozda olaman desanglar, narxlari o'zgaradi do'stlar. Endi yo'lida qilib beraman Ilhom aka uni ham. Uni ham yo'lida kelishtirib beramiz. Ilhom aka.